Chetda o'tirgan kim xotiniga $100 atrof beribdi? Radikal olib beradi, hali soqoldan keyin ishlatadigan. Keyin siz xotin yoqmayapti. Qarab qo'y erkak. Qara xotining. Zo'r hammom qurib ber, kirmochni qo'yib ber, uyda mol boqtirma, agarodga kirg'izma. O'ziga qarasin, zo'r pitaniyalarni berib qo'y. Uyda bitta trenajyorni zal qilib ber, xotin ham shuna bo'ladi. Qomatli bo'ladi, go'zal bo'ladi. Qimmat 30-40 minglik sovunlarni olib kelib ber. Kir sovunni shirin hidligini olib kelib beradi, so'ng olib kelib beringiz. Ha bunda betini yuvgan ayolni beti tiniq bo'ladi. U ko'chada yurgan fohisha bola tug'maydi u. Figuram buziladi. Uni qaynatasi yo'q. Yasanib yurganlarga go'layishdan oldin ayolimiz yasantirib qo'yaylik. Qaynatalar kelinlarga sharoit qilib bersin. Er xotiniga aytsin, kir uyga o'tirib tur, hozir o'g'ling keladi, kelini chiroyli kutib olsin. O'ziga qara, bir tabassum bilan kutib olsin deb xotinimizni uyga olib kirib ketaylik. So'rida o'tiradi, bundan par chiqib pishillab, qani kelin bilan nima, kuyov o'g'lim hazlasharmikin. Bugun unutmaylik, mana shu narsani chetda o'tirgan qaynatalar xotinimizga yetkazib